Tradingda pul topish osonmi? Juda ham zo'r savol. Oson pul deganning o'zi yo'q. Agar professional darajaga chiqadigan bo'lsangiz, oson bo'lishi mumkin, lekin mana shu professional darajaga chiqish uchun bilasizlarmi, qanaqa katta mehnat kerak bo'ladi. Oson degan narsani o'zi yo'q. Tradingda katta pul ishlasam, uni yecha olamanmi yoki yo'qmi? Agar siz ishonchli broker bilan savdo qiladigan bo'lsangiz, bemalol yecha olasiz. Oxiri yo'q, chegarasi yo'q bu narsani. 100% ishlaydigan strategiya bormi? Hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Agar 100% ishlaydigan strategiya bo'lganida hamma trading sohasini tanlagan bo'lardi. Bunaqa narsa yo'q. Любой manaman deydigan professional treyderlar ham stop push yedi, ya'ni minusovkaga tushadi. Trading faqat yoshlar kasbimi? Yo'q. Trading faqat yoshlar uchun emas. Men o'zim eng kichkina o'qitgan o'quvchim 14 yosh bo'lgan, eng katta o'qitgan o'quvchim esa 63 yosh bo'lgan. Trading yosh tanlamaydi va eng asosiysi, eng qizig'i ayollar ham o'rganishi mumkin. Agar shunga o'xshagan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga izoh qilib qoldiring va har bir savollaringizga maksimal darajada javob berishga harakat qilamiz. Va aytgancha, sahifamizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Aynan sahifamizda bepul tradingga oid bo'lgan eng qimmatli ma'lumotlarni sizlarga ulashib boramiz.